Tartibsiz kiyim, kapishon ko'p kiyadi, naushnik taqib oladi tashqi olam eshitmasligi uchun. Bularda yengillik bor, lekin nestandartniy yengillik, bizga to'g'ri kelmaydigan, o'zlari uchun to'g'ri keladigan. Albatta neopryatniy bo'ladi, ya'ni o'ziga qaramagan, anaqa neuxo'jinniy, sochlari bir ahvol, tirnoqlari o'sib ketgan, rodapa, kiyimi g'ijim, qatlaridir dog' bo'lishi mumkin, ularga farqi yo'q. G'alati ko'rinadi, как будто белая ворона. Oq qarg'aga o'xshab hammadan ajralib turadi. Balkim bo'lishi mumkin, agar erkaklar bo'lsa soqol qo'yib olgan bo'ladi. Ko'pincha shunaqa holatlar bo'ladi, qo'li o'ziga xalaqit beradi. Ya'ni tanasi miyasiga bo'ysunmaydi. Ana nima deydi? Tanasi borligida miyasini xabar yo'q deydi. Shunaqa ikkita olam. Turishlari ham необычный, turish pozalari bor-ku, boshqacha, qanaqadir ajralib turadi. Ryukzaklar, katta sumkalar, shunaqa bir qanaqadir bir qo'pol narsalarni yaxshi ko'radi. Nimaga ichiga o'ziga kerakli hamma narsasini o'zi bilan olib yurishni ma'qul topishadi bular. Endi mimika, pantomimikasiga qaraydigan bo'lsak, shizoidlarni, bular orkestr, bunda deydi, hamma o'ynaydi, bular nima xohlasa. Ya'ni mimikasi shunaqaki, tushunarsiz. Umuman tushunarsiz. Va siz uni mimikasiga qarab nima deyotganini tushuna olmaysiz. Chunki bular mimikasini qanday boshqarishni bilmaydi. O'zini gabaritini o'zlari tushunmaydi, tanasini. Shuning uchun tanasini yaxshi boshqara olmaydi bular. Qo'pol, qoqilgan, suqilgan, urilgan shunaqa holatda yuradi. Neuklyuji deymiz-ku. Nima? Rodapa, yo'q. Neuklyuji, tartibsiz. Mana shunaqa. Besunaqayroq, ha, shunaqa. Расщепление, bo'linish bir vaqt o'zida bir necha jarayonda bo'lishi mumkin u. Tushundinglarmi? Arxlodan bo'ladi. Yo'q, jarayonda degani bir vaqt o'zida miyasida tam kompyuter, yana qandaydir ish, yana boshqa bir narsa bo'la oladi bularda, расщепление bo'ladi. Tarqoqda. No, faqat o'zlarini o'zlari tushunadi. Boshqa birov tushunmaydi. Mana ovqatini yeb ham ishini qilaveradi. Ovqat to'kilgan, sochilgan, kiyimlar bir narsa bo'lgan, ana qo'lini ustiga artgan. Bulardan kutsa bo'ladi. Endi so'zlar strukturasiga qaraydigan bo'lsak, qiyin so'zlarni gapirishadi. O'zini olamida gapiradi. Shuning uchun ham siz uni so'zlarini yaxshi tushunmasligingiz mumkin. Ya'ni oddiy, sodda tilda gapirmaydi. Qaysi sohaga yo'naltirilgan bo'lsa, qaysi qobiliyati yuqori bo'lsa, o'sha haqida gaplashadi. O'sha haqida gapiradi. Masalan, deylik, psixologni bolasi, masalan, meni bolam, katta bolam. Bilasizlarmi qanaqa gapiradi? Psixologik terminlarda gapiradi. Boshqa odam uni tushunmaydi. Xo'p, men tushunaman. Lekin boshqa psixolog emaslar tushunmaydi. Lekin u hammaga shunaqa gapiradi. Bular shunaqa. Keyin qanaqadir o'zini o'sha kompyuterning tillarida gapirishadi. O'rganadigan bir narsalarida. Ular agar biz tushunsak, erim ham tushunmaydi, men ham tushunmayman. Deb o'tiraveramiz. O'zi uchun tushunarli. Bular hazilni tushunmaydi. Bular hazilni tushunmaydi. Umuman qattiq kulish kerak yoki qattiq yig'lash kerak, bularga yetib kelmaydi. Chunki bular emotsiyasi o'ta kambag'al, o'ta bedniy deydi. Shunaqa. Endi professiyalarga keladigan bo'lsa, bular neadekvatni. Ya'ni adekvat emas. Ajoyib g'alati professiyalarni tanlaydi. Programmist, yaratuvchi, agar qobiliyati bo'lsa, odamlar bilan minimalniy muloqot. Boricha qo'ldan kelguncha minimalniy, o'ta kam. Unaqa hamma bilan gaplashib ochilib keta olmaydi bular. Bularga kerak ham emas. Endi qo'shimcha psixotiplardan
psixostenoidniy psixotip. O'tgan safar bu haqida gaplashmaganmiz, lekin qo'shimcha psixotip bularni ham ozgina bilib ketsak xalaq bermaydi. Bular необыкновенный, ya'ni o'ziga xos, boshqalarga o'xshamaydigan, робкий, nozik, нерешительный, ya'ni yo'q. Нерешительный degani beqarormi? Qaror qabul qila olmaydigan inson. Qat'iyatsiz inson. Нерешительный bo'ldi. U bitta vaziyatni, masalan, arzimagan narsani soatlab muhokama qilishi mumkin. Ya'ni boshqalarga qiziq bo'lmagan narsalarni. Xuddiki mana shu narsani men ko'p muhokama qilsam, boshqalar uchun qiziq bo'lib qoladi deb o'ylaydi. Ana bularni biz anaqa deymiz. Pedant. Qilibchi bitta narsani uzoq vaqt chaynashi mumkin. Albatta bular qaror qabul qilishga qo'rqadi. Xuddiki atomni bu anaqa urushga o'xshab juda qo'rqadi. Xo'p. Endi chunki bular biron bir qaror qabul qilsa, xuddiki atomni emotsiyaga o'xshab bularga zarar qilishi mumkin yoki bularni благополучияsiga deydi. O'zini nima deydi? Благополучие o'zbekchasi? Yo'q, благополучие. O'zini foydasiga zarar bo'lishi mumkin deb o'ylaydi. Keyin hamma joyda bular kontrolировать qiladi. Maqsadiga bular ko'pincha hammasini tartibga solib, kontrol qilib erishadi. Shuning uchun ham pedant bular. Ular uchun tartib, uyqu, ovqat, hattoki seks по расписанию. Shunaqa, ulardachi hamma narsa vaqti-vaqtida bo'lishi kerak. Yo'q, kech qolish, o'tkazib yuborish umuman man etiladi. Yo'qolib qolish ham mumkin emas. No'g'ri. Xo'p, agar uni hayotida kimdir qandaydir buzilish yoki mana shu tartibni buzishiga sababchi bo'lib qolsa, u uchun bu dushman hisoblanadi. Ya'ni mana shu tartibini buzsangiz, siz o'sha odamga dushmansiz. O'shanaqa hisoblaydi. Bular qanaqadir anonga o'xshatiladi bular, bu psixotiplarni. Xuddi ana shar boru, ishib, keyin birdaniga paq etib yoriladi-yu, shunga o'xshaydi bular. Chunki bularga muhim bu hammasini ichiga yig'ish va portlash. Shunaqa odamlardan bular. Endi bular har doim o'zini противоположный poli bor, qarama-qarshi jins vakiliga nimagadir nima deydi? Shunchaki jinsiy ehtiyojini qondirish uchun kerak deb qaraydi bo'ldi. Boshqa narsa emas. Ovqat yeyishni yaxshi ko'radi. Chunki bu ovqat uni yashashiga va sog'lig'i uchun foydali deb biladi. Hamma joyda tartibga keltirishni yoqtiradi. Chunki hamma narsa по полочка bo'lishi to'g'ri deb biladi. Va bu bo'yicha hammani o'rgatadi. Ya'ni учит жизни других deydi, boshqalar hayotda aralashib o'rgatadi. Bular emotsiya ko'rsatishni yoqtirmaydi. Ko'pincha bular государственный davlat tarafidan xuddiki tuzilgan normativ qonun qoidalar bor-ku, xuddi shundaki yashaydiganlar. Buzmasdan-da, shablon bo'yicha. Hammasi по instruksiya. Ertalab soat 7 da подъем, soat 8 da завтрак, по расписанию-da, soat 10 da kechqurun hamma отбой. Hamma to'rtga chiqib kirsin, uxlasin, bo'ldi. Ortiqcha qimlash ham mumkin emas.
Bular shunaqa. Soat nechidadir dars, nechidadir nechagacha kitob o'qi, nechidadir nechagacha televizor ko'riladi, keyin o'chiriladi. Masalan, просто tak aylanishga xohlagan paytingiz bora olmaysiz. Mumkin emas. Chunki uni kun emas. Aylanishga boradigan bo'lsangiz ham soat belgilanadi. Ko'chaga chiqadingiz, mana bu soatdan mana shu soatgacha senga mana ruxsat. 5 minut ham kech qolish mumkin emas. Bor shunaqa odamlar. Bular ana voyinnilarga o'xshaydi. Dan shunaqa o'xshaydi. No bulardan qaranglar, yaxshi buxgalter, administrator chiqar ekan. Da. Bularda deyapti, har doim skaner ishlaydi. Hammasini detalniy boshdan oyoq nima qiladi? Animadan o'tkazadi, skanerdan o'tkazadi, rentgendan o'tkazadi. Bular ongda подсознательно deyapti, ong ostida deyapti, ongsizlikda deyapti. Kuchli odamlarni va zaif odamlarni ajratib olar ekan. Bitta qarab. Bu informatsiyani o'zini foydasi uchun ishlatishni biladi. Zo'rmi? Lekin shunda ham qaranglar, bular bajaruvchi tip ekan. Lider emas. Исполнительный tip. Lekin tartibni kontrol qiladigan odamlar bular. Men bulardan yana anaqa yaxshi chiqadi deyman. Armiyalarda nimalar bor-ku? Boshqaruvchilar nima deydi otini? Komandirmi? Shunaqalar yoki nadziratellar turmada, shulardan shunaqa chiqadi. Endi qayerda bular uspexga, omadga erishadi desa, qayerda chuqur kovlash bo'lsa. Yo'q, kopать deyiladi. Ya'ni detalniy teg yetish bor-ku, analiz qilib, ana o'sha yerda uspexga erishish mumkin ekan. Shu bilan birga хороший специалист узкого профиля. Узкий profillarda bu хороший специалист, ya'ni yaxshi spesialist bo'la oladi. Endi undan tashqari epileptoidga o'tamiz, qaranglar. Bular konstitutsiyasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'ta kuchlik. Мышцы massasi yaxshi shakllangan. Atletические телосложения, ya'ni tana tuzilishi atletiklarga xos. Atletiklarni bilasizlarmi, yo'qmi? Yana bitta qaytarib o'taman. Krechmer tipologiyasiga qaraydigan bo'lsak, astenik, atletik, piknik deb odamlar 3 xil tana tuzilishiga qarab 3 xil turga bo'lgan. Shundan astenik o'ta ozg'in, oyoq qo'llari uzun, suyaklari tor, yelkasi ham kichik, tozi ham kichik qismdan iborat. Bular umuman semirmaydigan turlar odamlarni. Yog' yig'maydi bularda. Ko'proq suyak bo'lsa kerak. Chunki bularda mышца ham yo'q, yog' ham yo'q. Bor-ku shunaqalar asteniklar. Endi pikniklar bo'lsa, bular dumaloq, qorni dumaloq, bo'yni kalta. Asteniklar bo'yni uzun bo'ladi, bilib olinglar. Pikniklarning bo'yni kalta, boshi kattaroq bo'ladi, oyog'i kaltaroq bo'ladi, barmoqlari ham kaltaroq bo'ladi. Do'mboq, albatta, yog'i ko'proq hisoblanadi. Beli qattaligini menimcha hech kim bilmaydi. Chunki kruglay bo'ladi. Dumaloq bo'ladi pikniklar. Keyin bo'yni yo'g'on, kalta. Yuzi ham ko'pincha dumaloqroq, ili to'rtburchakroq bo'ladi. Piknikni qayerdan bilsak bo'ladi? Mana bunaqa ushlaganingizda, mana ikkita barmog'ingiz, mana bor-ku, yetmaydi bir-biriga. Pikniklarda yetmaydi. Xo'p, endi atletiklarga keladigan bo'lsak, bular o'rtacha vaznga ega, o'rtacha deganda mышцasi bor, figurniy, chiroyli, yelkalari keng erkaklarda, ayollarda tos qismi, beli ingichka, bo'yni ham uzun, ortiqcha yog'i ham yo'q.